Qani. Ha, realni. Xullas o'zimapti, zo'r gap ketib qoldi. Ko'tnim riskovat qilmayman desam, yoki davay deyapti. Datalva oxirgacha olib boramiz deyapti. Gap yo'q dedim. Xullas men yutqizsam $100 beryapman. Siz yutqizsangiz, uka mana shu chiroyli sochingizni kal olasiz bizdan. Ko'p kishi havas qilyapti. O'shaning uchun men hayron qolyapman. Nagli hozir riskovat qilib o'ryapsiz. Aniqmi? Javobmi gapga? 3gacha o'ynayapmiz. Men yutqizsam 100 beryapman, ha? $100. Siz yutqizsangiz, sochingizni kal olyapsiz. Voy. Mana shu shuncha bola turibdi. Realni, ha, bu narsa. Keyin aka o'yin, donni mana men bitta olaman, bitta qo'yaman so'raga. Men so'ra qo'yaveraman. Okey? 3gacha ketdi. Don Ziki 1-0. Don Ziki 1-1. Don Ziki 2-1. Men yutyapman, stop. Yaxshilab. 1 2 3 ketdi. Don Ziki 3-1 ga yutqizdingiz. Ukajon, sen nima deysan? Yomon bo'ldi, yomon. Chiqadi. Bunday qarab o'rayapman, aka nima deysiz? Tashlayman, nima ham. Aka qarang, realni o'ynagan bo'lsam, realni ayting. Ha, realni. Pastanova kelishmovchilik yo'q bu holatda. Mana u realni ko'rdinglar. Kam? Rasmga tushib olay, ikkovida. Men yig'lashni ham bilmayapman, kulishni ham bilmayapman realni. Shu bratan, da bitta endi effektini ko'raylik. O'zim o'pay, ma'lum. Yo, olmayman aka, to'g'risi. Ha, yo, qolorsan aka. Prosta men tuzamda $100 beraman. Aka, lavslar. Bitta gapiramiz. Shunday sochni nagli olib tashlasa kalga oladi. Beringlar. Qani. Ha, realni. Realni olyapman lekin mana. Realni gapirsa bo'laveradi. Ana shuna bo'ladi. Bo'ldi. Ana endi akamiz o'zi mana to'g'rilab qo'yishadi. Ana shunaqa gaplar. Tak что seriozli o'yinchilar bo'lsa kelaverasizlar, işte. Bo'ldi, o'ynayveraveramiz.